Men Yo'ldosheva Dildora Daliko'ziyevna 25 yillik tajribaga ega bo'lgan endokrinolog, dietolog bemorlarimga har kuni iste'mol qilish mumkin bo'lgan sabzavotlarni qaysi birini tavsiya qilasiz deganda, men adashmasdan brokkolini tavsiya qilgan bo'lardim. Brokkolini eng foydali xususiyatlaridan biri organizmimizda gormonlar balansini normallashtiradi, yallig'lanishni pasaytiradi, rakka qarshi kurashadi, ya'ni o'nka hujayralarga qarshi kurashadi va organizmni yoshartiruvchi xususiyatiga ega. Brokkolini nima uchun juda bebaho deb hisoblaymiz? Chunki uning tarkibidagi sulforafan aynan rak hujayralariga qarshi kurashuvchi yagona mahsulot hisoblanadi. Shu bilan birgalikda brokkolining tarkibida indol mahsuloti bor. Indol esa ko'pincha biz ayollarimizga mastopatiyalarda, bachadon miomalarida qo'llaymiz. Brokkoli sulforafan va indoldan tashqari boshqa antioksidantlarga va vitamin va minerallarga juda ham boy bo'lgan, juda bir tabiiy bebaho mahsulot hisoblanadi. Sulforafan esa jigardagi toksinlarga qarshi kurashuvchi fermentlar miqdorini oshiradi. Organizmimizda og'ir metal tuzlarni chiqarishga yordam beradi. Yallig'lanish faktorlarini pasaytiradi. Shuning uchun brokkolini autoimmun kasalliklarda, gormonal buzilishlarda va insulin rezistentlikda tavsiya qilamiz. Brokkolini ayol organizmiga foydali xususiyatlaridan biri bu predmenstrual sindromda, mastopatiyalarda va estrogen dominantlik holatlarida, bachadon miomalarida juda ham foydali hisoblanadi. Brokkoli kaloriyasi past va juda ham to'yimli va foydali mahsulot bo'lganligi uchun ba'zan biz ozmoqchi bo'lgan insonlarga ham uni tavsiya qilamiz. Brokkolini tarkibidagi foydali mahsulotlarni saqlab qolishni istasangiz, uni parlab, dimlab, qaynatib va ba'zi holatlarda xomligicha ham iste'mol qilishingiz mumkin. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling, savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring va yaqinlaringizga yuborib qo'ying.